Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Marhamat. Hozir biz sizlarga kurkatning sigirlaridan ko'rsatib o'tamiz. Ya'niki Chorniy Pyostr parodasiga yaqinroq bo'lgan paroda bu. Sigirimiz balasi yonida 5 kunlik navozchasi bor. Tanasida 5 litr suti bor. Erta-kechga sizni kun mobaynida 5 litr sut bilan ta'minlab va yana balasini ham to'ydira oladi. Bu sigirimiz hali endi birinchi tug'ish bo'lib, bu keyinchalik sutini ko'paytira oladigan sigir bo'ladi. Xudo xohlasa bu sizni 3 yoki 4 yoki 5 oy davomida sizni sut bilan ta'minlay oladi. Balachasi 5 kunlik navozcha. Azizlar, sigirimizni narxi 30 ming somon edi. Biz chegirma qilishni xohlamadik, ammo biz sigirimizni narxini arzonroq holatda chiqishini xohladik. 30 ming somon emas, u 26.800 somon deya baholab va aynan shu narxdan bir oz savdo ham bo'ladi deb qo'ydik. Agar kimda kim sigirimizni ma'qul qilib savdo qilib olaman degan bo'lsa, aynan 26.800 somondan ham arzonroq qilib beramiz. Agar kimga ma'qul bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilib sotib olishingiz mumkin azizlar. Siz biz bilan hamisha birga bo'ling. Xudo xohlasa biz yana bundan ham yaxshiroq videolarni qo'yib boramiz. Like va podpiskani ayamanglar. Xayr, salomat bo'ling.